Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur adabiyoti to'g'ri darslarining ishtirokchilari. Bugun biz Uyg'ur adabiyot tarixining eng oxirgi halqasi va darsligida Uyg'ur adabiyotining 1940-yildan 2000-yillargacha bo'lgan taraqqiyot ahvoli haqida qisqa so'zlashib chiqamiz. 20-asrning 40-yillardan keyingi adabiyoti deganimizda, mohiyatda bizning shu 40-yillardan burunla ijodiyatga kirishgan, ya'ni bizning bir turkum munavvar yozuvchi shoirlarimiz bor. Ular hem bugungi zaman Uyg'ur edibiyotiga hem hozirgi zaman edibiyotiga vakillik qilgudek bir turkum esil asarlari bilan bizniki hem bugungi zaman hem hozirgi zaman edibiyotimizda intayin muhim o'rin tutadi. Bulardan biri bo'lsa Ahmet Ziyoidir. Ahmet Ziyoiy 1913-yili Qashqarda tug'ilgan bo'lib, u o'zining balalik vaqtlarida o'ziningki favqulodda es tutish qobiliyati, zirakligi, sözmelligi bilan etrafga tanishlik boshlagan. 1933-yillarga kelganda bo'lsa, u Qashqarda Qutlug' bilan birga Yangi hayot gazetini chiqarish qatnashgan. 1933dagi Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining inqiloblariga bo'lsa, aktiv qatnashgan va ayni davrda Mahmud Muftiyning ishxonasida kotibotlik qilgan. U shu davrlarda boshlagan bir turkum she'rlari bilan, keyingi yillarda yozgan Ladakh yo'lida karvon degan sayohatnomasi bilan va To'zimas chechaklar degan she'rlar to'plamidagi bir turkum she'rlari bilan Uyg'ur adabiyotining shu davriga vakillik qilgudek va rang bergudek bir turkum asl asarlarni yozib chiqdi. Keyingi yillarda bo'lsa Rabiya Saydin degan dostoni va ilm obidlari Yusuf va Mahmud degan buyuk she'riy dostonlari bilan Uyg'ur adabiyotida o'zgacha gavdalanib turgan bo'lsa, keyingi yillarda bo'libmi 1980-yillardan keyin Qutadg'ubilikninki nazmiy nasrisini bugungi zamon Uyg'ur edibiyotiga yeshib nashr qilinishda o'zining zo'r fidokorligi va xizmati bilan Uyg'ur edebiyot tarixida unutilmasdir. Bo'libmi uningki keyingi yillarda Qutadg'ubilik tadqiqotiga o'zini berishi bilan Qutadg'ubilik intayin fasohatlik va asli tekstiga eng yaqin ravishda nashr qilinib Uyg'ur o'qirmanlari bilan yanada yuz ko'rishdi. Ahmet Ziyoiydan keyingi yana bizningki shu davrning adabiyot vakillarimizdan va avangard shoirlarimizdan biri bo'lsa, tabiiyki Nimshet Armiyaili Sayramidir. Nimshet Armiyaili Sayrami 1906-yili Aqso'ninki Bayda tug'ilgan. 1929-yilda Qashqar xalq madrasasiga borib o'qigan va 1933da Sharq Turkistonda qurilgan Islom Jumhuriyatininki qurilish harbisida inqilob aktiv qatnashgan va u yerda o'q tekkan. Va Gardindan kirgan o'q egizdan chiqayotgachga yerim o'lib tirilgan va shunga hayotining oxirigacha Nimshet taxallusini qo'llangan. Shu davrlarda oldida yoshlik kitob qatorliq bir turkum she'rlar bilan Uyg'ur adabiyotida o'zining talantini namoyon qilishga boshlagan. Keyingi davrlarda bo'lsa, o'ziniki vijdon so'rig'i qatorliq bir turkum she'rlar bilan va uningdan burun xalq madrasasida o'qiyotgan vaqtlarida yozgan Bilim ishqida nomli she'rlar bilan Uyg'ur bugungi adabiyotida o'zgacha o'rin tutadigan bir shoirdir. Bu shoirimizmi Medeniyat zo'r inqilobi deb atalgan afetlik yillarda tortmag'ini qolmay 1972-yili intayin og'ir emgak siyosiy rejim ostida vafot bo'lgan. Undan keyingi bizning 20-asr mayli adabiyot, mayli ijtimoiy fan, mayli madaniyat, mayli til yoziq sohamiz bo'lsin, hamma sohada umumyuzlik xizmat qilgan va hamma sohada muvaffaqiyat qozongan yana bir munavvar o'g'lonimiz bo'lsa, Abdurahim O'tkir apandidir. Abdurahim O'tkir apandi 1923-yili Qumulda tug'ilgan. U 1945-yillarga kelgan chog'da amdil yoshlik bosqichiga qadam qo'ygan vaqtlarning o'zida o'zining bir turkum intayin yolqinlik she'ri, ya'ni Janub Xat, Chillan Xo'rozum, Bahorga mushtaqlik qatorliq bir turkum she'rlar bilan keyingi davrlarda bo'lsa, ya'ni o'zininki bir turkum intayin munavvar isl g'azallar bilan keyingi davrlarda bo'lsa, Ulug' ona haqida cho'chak, Men oq bayroq emas qatorliq bir turkum nodir she'rlar bilan va Qashqar kechasi nomli mashhur dostoni bilan Uyg'ur adabiyotida o'zgacha o'rin tutdi. Abdurahim O'tkir yetishgan shoir bo'lib qolmay, ya'ni yetishgan adabiy tarjimon edi. U o'zining turmush hayotida Xitoy tilidan 5 parcha kitobni tarjima qilib Uyg'ur o'qirmanlarga sunganligi ma'lum. Bugungi Uyg'ur adabiyot romanchiligining eng ust pallasi sanaladigan uyg'ongan zaman qatorliq intayin yuksak va badiiy mahorat bilan bizningki 33 va undan burungi inqiloblarimizni tayim qilgan tarixiy romanlar bilan Qutadg'ubilik va Turk tillar divoniniki nashr qilinishiga o'zining qo'shgan ilmiy emgaklari bilan Turk tillar divoni, Qutadg'ubilik va Uyg'urlarning til yozg'ida yozgan samaralik ilmiy maqolalar bilan shundaqla o'zining jamoat arboblik sifati bilan Uyg'ur bugungi zamon va hozirgi zamon adabiyotida alohida o'rin turdi. Abdurahim O'tkir o'zining hayotining oxirigacha ijodiyatida vataniga, millatiga, xalqiga ko'z kelamagidek hech qanday bir asar yozmagan, qalbiga kir qo'ndirmagan, hayotining oxirigacha vatanni, erkinlikni, hurlikni, xalqini madilab
kuylab chaqirib chiqqan bizningki nayt az sondagi eng munavvar yozuvchi shoir adiblarimizdan biridir. Yana shundaq Uyg'ur edebiyotining ham bugungi zamon ham hozirgi zamon edebiyotiga tabi qo'sh bislik yozuvchimizdan biri bo'lsa, bugungi zamon va hozirgi zamon Uyg'ur prozachiligiga asos solgan Zunun Qodiridir. Zunun Qodiri 1946-yillarda yozgan Mag'dur ketganda, ikki barmoqim bilan Küçük qatorliq hikoyalari va undan keyingi yozgan Cheniqish nomli bir turkum hikoyalar bilan shundaqla o'zining xotiralari bilan Uyg'ur edebiyotida alohida o'rin turdi. U garchi 1955lardan keyin ancha ko'p qalam tavratmagan bo'lsa-mu, lekin 1940-yillardan 55-yilgacha bo'lgan bir turkum asarlari Uyg'ur bugungi zamon va hozirgi zamon prozachiligiga asos bo'lgudek isil asarlar bilan Uyg'ur edebiyotida alohida mo'tvar o'rinda. Bu davrlarda yana bir turkum bizning yozuvchi shoirlarimiz yetishib chiqdi. Masalan, proza bo'lsa, shu davrlarda o'zining yeshining kichikligiga boqmay ijodiyat olib borgan Hoji Mirzoyit Karimi, Farhod Jilon, Anvar Mas'udi qatorliq bir turkum shoirlarimiz. Yana shu davrda Arshid Tatliq, Alqam Axtam, Turg'un Almas qatorliq bir turkum shoir yozuvchilarimiz bo'lsa, 1950-yillarda o'zining ijodiyatlari bilan bu davrdagi Uyg'ur edebiyotimizning bo'shliqlarini to'ldirdi. Yana bu davrlarda yangidan ijodiyatga kirishgan Dibjayliyob, Muhammad Rim, Qodir Arslan qatorliq bir turkum shoirlarimiz bo'lsa, har xil temadagi she'rlar bilan Uyg'ur edebiyotida munosib o'rin oldi. 1970-yillarda bo'lsa, bu davrlarda qizg'inlik bilan ijodiyatga kirishib kelgan Muhammadjon Rashidin, Osmonjon Savut, Bug'da Abdullah, Tayir Talib, Qurban Barat qatorliq bir turkum shoirlarimiz o'zininki proza asarlari bilan tonlashga boshlagan Samat Tugayli, Nurro'zi, Zordun Sabir, Abdurahmon Qahar qatorliq bir turkum qalamkashlarimiz shu davrlarda o'zininki ijodiyatlarini epadi. Bo'libmi 1966dan 76-yilgacha bo'lgan bu ofatli yillarda bizningki munavvar shoir yozuvchi shoirlarimizning hammasi asosan degidek turmada ta'qib ostida va turmada bo'lg'achqa ularga nisbatan bir ijodiyat qilgudek imkoniyat berilmadi. Yana shundaq bo'lsa-mu bu davrlarda Qurban Barat ofatli yillardan ochiq xotir qatorliq bir turkum she'rlar bilan shu davrning edebiyotida iz qoldirgan adiblarimizdan biridir. 1970-yillarga kelgan, 70-yillarning oxiri 80-yillarning boshlariga kelgan vaqtda Uyg'ur edebiyotida mayli she'riyat bo'lsin, mayli proza bo'lsin, birlikda bir yükselish, bir ijodiy qizg'inlik meydon keldi. Bu davrlarda Qayim Turdi, Zordun Sabir, Abdurahmon Qahar qatorliq bir turkum shoirlarimiz, Ahad Turdi, Ahad Hashim qatorliq bir turkum yozuvchilarimiz yetishib chiqqan bo'lsa, ularning keyinida yani Axtam Umar, Muhammad Bag'rash, Mamtimin G'ushur qatorliq bir turkum yozuvchilarimiz Uyg'ur edebiyotiga o'zining intayin nodir bo'lgan bir turkum hikoya posteri bilan o'zgacha rang berdi. Uyg'ur romanchiligining boshlanish nuqtalari shu davrlarda bo'ldi. Qayim Turdininki Jimjit Chung'ariya, Suzuk Osmon qatorliq bir turkum romanlari, Zordun Sabirning Izdinish, Avral Chamollar qatorliq bir turkum romanlari ana shu davrlarda e'lon qildi. Undan boshqa Abdurahmon Qaharninki Ili Do'lqulları, Aysham Ahmedning O'chmas izlar, Abdurim O'tkirninki Iz romani va Turdi Samsaqning Oxiratdan kelganlar qatorliq bir turkum romanlarimi mushu 85ning oldi keyinda e'lon qilindi. 85-yillardan keyingi bo'lsa, Uyg'ur edebiyotida mayli proza bo'libmi prozniki povest, hikoya va romanchilik sohalarida intayin tez yuksalishlar bor keldi. Bu davrlardagi eng asosli Uyg'ur edebiyotiga vakil xarakterlik bo'lgan yozuvchilardan bo'lsa, Zordun Sabir, Axtam Umar, Mamtimin G'ushur, Muhammad Bag'rash, Nur Muhammad To'xti, Shukr Yalqin qatorliq bir turkum adiblarimiz bor. Shoirlarimizdan bo'lsa, Osmonjon Savut, Bug'da Abdullah, Tayir Talib, Muhammadjon Rashidin, Qurban Barat, Muhammad Xivir, yana Tibjayliyob, Abduqayim Xo'ja qatorliq bir turkum bizning peshqadam shoirlarimiz bu davrlarda intayin qizg'inlik bilan ijodiyat olib bordi. 1985-yilga kelgan vaqtda Uyg'ur edebiyotida favqulodda bir hodisa, ya'ni Uyg'ur yangi she'riyat harakati boshlandi. Ahmadjon Osmon bilan boshlangan va Ahmadjon Osmon vakilligidagi yangi she'riyat hodisasi Uyg'ur she'riyatida qalblashgan an'anaviy ifodalash shakllaridan ozod holda bir turkum o'zgish tafakkur va ifodalash shakllari bilan Uyg'ur edebiyotiga yangidan rang va o'zgish bir ta'm berdi. Bu davrlarda Ahmadjon Osmon boshchiligidagi bu yangi she'riyat harakatininki vakilliklarda bo'lsa, Ilg'orjon Sodiq, G'olib Rahmon, Botir Ro'zi, Abduqodir Jaloliddin, Erkin Nur, Erkin Ibrohim, Voyitjon Osmon qatorliq bir turkum qalamkashlar bor edi. 1985-yildagi Uyg'ur edebiyotining proza asari bo'lsa, bir turkum yaxshi romanlar yozilishga boshladi.
Bulupmu Canshan Bağırda Çala tekken oq Abdülkadir Damolla hakkında kısa Sultan Sutuk Buğraxan, Seyfide Eziseskan Sultan Sutuk Buğraxan qatarlıq romanlar bilen ve Memtimin Oşur'un yani bir türküm hikayeleri bilen Azat Sultan'ın tabir boyunca Uyghur edebiyatındaki yultuz yazgıcı Halide İsrail'in bir türküm münevver hikaye posteri Ahtem Ömer'ninki Uyghur edebiyatındaki tragediyaki en bay posteri olsa muşu devirlerde yazıldı. Zemin qara adamlarınca kumluq titravatıdı, kurtlap ketken köl, qatarlıq bir türküm tragediyaki bay poster bolsa muşu devirlerde yazıldı. Yani bu devirlerde Jalaliddin Behram'dan bir türküm hikayelerimi Uyghur edebiyatı bilen yanında yüz görüştü. Memtimi Oşur'ninki sarana bağlangan bir türküm özgüçü hikayeleri, Estildalı tansıqlıqını yoqatmagan hikayeleri bilen Uyghur edebiyatıga yanıdan rang ve kan berdi. 1995 yıllar kelgen çağda Uyghur edebiyatıda bizni san ve kölem cihetten xelil razıqlıqdek bir türküm süpetlik romanlar meydan geldi. Bula Abdüveli Ali'nin Bedövlet namlı romanı, Ferhat Cilan'ın Mahmud Kaşgari, Jalaliddin Behram'ninki en münevver eserlerden biri boğan Leygan Bulak qatarlıq yürüşlük romanlarınki deslepki kısımları ve Abdurrahman Qarı'nın Avat Şahı'nın Yang Purası, Memtimi Oşur'un Kum Baskan Şehir qatarlıq bir türküm esil romanları manım şu 95'lerden keyin 96, 97, 98'lerde yazıldı. Keyingi devirlerde bolsa Uyghur edebiyatıda Zordun Sabir'ninki Anyurt romanı Uyghur edebiyat tarixida yepyeni bir bədii pəlli bilen Uyghur prozçılığını, Uyghur romançılığını yeni bir baltaqlı kötədi. Bu devirlerde bir türküm bizinki yaş yazgıçılarımızdan Erkin Ahmet, Esat Ahmet, Ferhat Tursun, Ferhat İlyas qatarlıq bir türküm yaş, özgeç fikirlik ve özgeç ifadələş usulunu sınaq qıyğan dadıl yazgıçılarımız yetişip çıktı. Bizning bu qısqıgına Uyghur edebiyat tarixi derslikimizde bizningki 100 yıllık Uyghur edebiyatımızın bütün vekillerini, bütün eserlerini sanap çıkış ve ulanı tepsili tonuşturuş undaq bir imkaniyet erişemedik. Şundaq bolsumu biz muş qısqıgın derslikimiz arqılıq Uyghur edebiyat tarixinden qısqıca bir tezi sübtide sanap ötüp ketken bu ediplerimiz Uyghur edebiyat tarixinin bugünkü ve hazırki zaman edebiyatındaki en meşhur vekil karakterlik yazgıç şairlerimizdir. Bularning yana yüzlügen, onlugan, mыңlaç eserleri, yana septin çıp qalgan Uyghur edebiyatıga rang, kan ve can bergen bir türküm yazgıç şairlerimizni biz vakit ve tema münasebeti bilen qısqartışını muvaffaq gördük. Hergizmi Uyghur edebiyatının bir bütün tarihi biz yukarıda sanap ötken azgını yazgıç şairler emas. Uygurlar özünün uzak ötmüşlük tarixida meyli xalq ağız edebiyatıda bolsun, meyli yazma edebiyatıda bolsun, mыңlaç yazgıç şair mutafekkirlerini yetiştirip çıkan intayin şöhretlik, manevi gücü intayin güçlük boğan bir millet. Yukarıda bizninki bir bütün Uyghur edebiyat tarihi sözlep ötkenlerimiz, hergizmi bizning edebiyat tariximizdeki barlıq ediplerimiz emas. Bular fakat öz devrininki biz fakat ve fakat bilmesi bombaydigan en meşhur namayende vekiller halas. Yani biz sanap ötmegen nurgulluğan ediplerimiz, yazgıcı şairlerimiz, ulemalarımız aynı devirdeki Uyghur edebiyatıga, medeniyetiga, Uyghur tefekkür xazinesiga özünün bir kişilik hissini qo'shgan yazgıç şairlerimiz hepsi vaqt münasebeti bilen bizning bayonlarimizdan, bizning tushuncha darslarimizning sirtirklab qoldi. Shunglashqa darsimizningki ishtirokchilarining Uyghur edebiyatining barliq namoyandalarini faqat biz so'zlaganlardan iboratgan degan xato tushunchaga kelib qolishdan biz xohlamaymiz. Lekin vaqt münasebeti bilen sizlarga so'zlaydigan, tonishtiradigan Uyghur edebiyoti darsligimiz mishada oxirlashdi. Bundaki darslarimizda Uyghur edebiyatının janrları ve nazariya kısmını sizlarning huzuringizga sunamiz.